Assalamu alaykum aziz qarindoshlarım, muhtaram mehribon onalarim. Bugun biz tarixning qimmatli betlari orasidan oddiy bir insonni emas, balki koinotning eng qimmatli go'hari, jannat ayollarining sardori, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ko'z nuri va bu ummatning o'lgulik onasi Hazrati Fatima radhiyallohu anha onamiz haqida to'xtalamiz. Fatima onamizning hayoti bizga faqat bir tarixiy qissa emas, balki iymon, sabr va oliy janoblikning tipik ayniki süpütüde nur çeşmekte. Kelinglar aziz qarindoshlarım, bugungi suhbatimizda ashu nurli hayotning bizga qoldirgan ma'naviy meroslarini birlikda eslaylik. O Mekke'de vahiy nuri tuncu bulup yer yüzüge düşüşke başlagan Cibril aleyhisselam Rasulullah'ның uyga pat-pat kirip durduğan aşu nurluq devirde dünyaya geldi. Onun gözlerini tuncu açkan vaxtada görgeni atısının peşanesideki vahiyinin terleri ve anısı Hazreti Hadice anımızның pidakarlığı idi. Ama bu kichkina qizchaqdagi bola turibli dunyoning eng qorong'u yuzi bilan asta-asta yuz ko'rishyotdi. I walk this path and answer the call. Subhanallah, how the stars still shine. Mekke müşrikleri kainatның pəxri və həbibi bolğan atısı səcdədə turuyatqan dəmlərdə, onun üstüge tügünün iç qarnını daşlaganda, ətrafdakilər məsxirlər bilən onunğa qarab gülgəndə, zəminni xijalətdə qoyub asman əhlinə qəzəbki boqqan ana şu dəmlərdə, insaniyyət alimi sükut qılğan şu qorqunuşluq minutlarda kiçikkina Hazreti Fatima atısının yanığa yügürüp geldi. O buduruqqana qolları bilən dadısının üstüdeki nicasətlərini tazıldı da dadısının bağrığa özünü attı. Mana bu mehribanlıqdan puraklab echilgan shijoati onu taqib bala turibla Ummu Abiha, ya'ni dadısının anasi degan ulug' nomga muyassar qildi. U dadısının yarısını tanıdigan, qayg'usiga tasalli bo'ladigan, hatto dadisi uchun onadek kuyunadigan bir mas'uliyat abidasiga aylandi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Hazreti Fatima anamızın oturusideki muhabbet faqat bir ata balalık münasebetler emas idi. Belki iki cennet ehlinin dünyadaki örnek hayatının meyveleri idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferge çıksa en ahırda Hazreti Fatima anamız bilen hoşlaşatdı. Seferden qaysı en evvel onun yanına giretti. Fatima anamız kirgende Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ornudan turup karşılattı. Kızının pişanesinden suyup özünün ornuğa oturğuzattı. Bu yerdeki hürmet bütün insaniyetke berilgen bir ders idi. Ayol kişini horlaydigan, kız perzatini kemsitadigan bir cemiyette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz kızını bütün ümmetke lık ve takvadarlıkның tirik ölgüs kılıp terbiyelep yetiştirdi. Fatima anamızın günleri gün ötken sırı eğirleşip meğvatatdı. Fatima anamız tügmen tartıştın kolları kapırıp, su toştun möğürleri zidi bulup ketkende ömür hemrahinin tavsiyesi bilen atısının yanına gelip bir hizmetçi sorudu. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dünyanın ötkünçü rahitini emas, belki mengülük hazinini taqdim qilib mundaq dedi. Ey Fatima kızım, men sizlarga xizmetçidin yaxshiroq bir narsani ügütüp qo'ymaymanmi? Uxlashdan burun 33 qatim subhanallah, 33 qatim elhamdülillah, 33 qatim Allahu ekber danglar. Mana bu Hazreti Fatima anamızning turmushi. Altun bilan emas, zikr bilan zinnatlangan, rahat parag'at bilan emas, sabr bilan güzelleşken bir turmuş. O her qatim dunyoning mal dunyosini emas, dadısının Rabbani terbiyesini tallıgan bir vafadar kız idi. Hazreti Fatima anamız ve Hazreti Ali'nin uyuda bazıda künlep ocak yakılmaydı. Quruq nan tepilmaydı. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularning yanına kirgende her ikilisinin açlıktan mağdursuz kalığını gördü. Fatima anamızın açlıktan rengi sargıyıp ketken idi. Rasulullah onun yanına gelip mübarek kollarını kızının mörüsüge koyup, ey Allah, açlarını toyguzgucu, fakirlerini bay kılgucu Allah, Fatima'nı aç koymagan deb dua kıldı. Fatima raziyallahu anha anamız şu demni eslep mundaq deydi. Dadamның duasıdan keyin mende açlıqның əseri qalmagan idi. Mana bu ularning turmushidagi haqiqiy boylik. Dunyoning ne'matlariga emas, Allohning rahmatiga tayinish ustiga qurilgan bir oila.
Bugünkidek kichkina qiyinchilikda dard to'kib, oddiy kamchiliklar bilan oilalar vayron bo'layotgan bu davrda Hazrati Fatima onamiz bilan Hazrati Alining yo'qsizligi bizga qanoatning nima ekanligini eng go'zal shaklda tushuntirib bersa kerak. Hazrati Fatima onamizning eng cho'ng siniqining yana biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafoti edi. Rasululloh vafot bo'lishdan burun kasal karvatida yotganda Fatima onamiz dadasining yanida o'ltirib, "Voy dadamning tartgan azoblari" deb yig'lab soldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga qarab, "Dadang uchun bugundan keyin azob yo'q qizim" deydi. Ondan uning quloqiga bir narsalarni pichirladi. Hazrati Fatima onamiz qattiq yig'lab tashildi. Keyin yana bir narsa deganda Fatima onamiz tabassum qildi. Keyincha Aisha onamiz bu sirni so'ragan vaqtida Fatima roziyallohu anha onamiz mundaq deb javob bergan. Birinchi qatim dadam menga o'limining va ajalining yaqinlashganligini aytdi. Ayrilish azobiga yig'ladim. Ikkinchi qatim menga oilamdan menga eng burun qo'shiladigan kishi sen bo'lasan va jannat ayollarining sardori bo'lasan dedi. Uningga kuldim deydi. Tasavvur qilib beqing qayrindishim. O'lim xabarini anglaganda kulimsirab turalish uchun bir insonning qalbida Allohga va uning rasuliga bo'lgan naqadar cheksiz bir muhabbat ko'milgan bo'lishi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan keyin Fatima onamiz aran 6 oy yashadi. Ashu sig'inish bilan to'lgan 6 oy ichida uning yuzida qayta kulki ko'rinmadi. Fatima onamiz hayotining oxirgi daqiqalarida vafotidan keyin jasadining nomahramlarga ko'rinib qolishidan ansirab, o'zini kechining qorong'uligida dafna qilishini vasiyat qildi. Jannat ayollarining ulgusi bo'lgan onamizning bu tanlashi bizga shuni o'rgatadiki, ayol kishining haqiqiy qimmati o'zini ko'z-ko'z qilishida emas, balki uning pok hayosida, chin iymonida va go'zal axloqidadir. Hamma narsa ko'z-ko'z qilinadigan hayo odatdagi bir koni ko'z qarashga aylanib qolgan bugungi kunda onamizning bu vasiyati biz uchun cho'ng bir eskartish bo'lsa kerak. Uning hayoti bizga shuni o'rgatadiki, kimiki Rasulullohning muhabbatini talab qilsa, Fatima onamizdek sodiq, sabrlik va nomuschan bo'lishi kerak. Ati qiyomatda jannat darvozasi oldida bizni otasi bilan birga kutib turadigan ashu suyumlik onamiz bizning bu dunyodagi rohat barog'atimizga emas, balki beshimizga kelgan qiyinchiliklarni ko'rsatgan chidamchanligimizga qarashi mumkin. Hazrati Fatima onamizning hayoti bir umrlik dars va bir o'chmas nurdir. Kimda-kim shu nurga agashsa, qorong'u dunyodan omon eson chiqib ketadi. Bu nur bugun muhojiratning ig'ir sinoqlarida yolg'iz qolgan, vatan sig'inishida yurki laxta qon bo'lgan va yot ellarda turmush yugini mo'risiga olgan muhojir Uyg'ur ayollari uchun eng buyuk tasallilardan biri. Ey muhojiratdagi aziz qarindishim, suyumli qurdishim va mehribon onalarim, sizlar yolg'iz emassizlar. Agar sizlarning mo'ringlarni turmushning besimi zidi qilgan bo'lsa, Hazrati Fatima onamizning suv to'shib yara bo'lgan mo'risini eslaylik. Agar sizlarning qalbinglarmi yaqinlaring lardan ayrilib hijron o'tida tirik kuyayotgan bo'lsa, Hazrati Fatima onamizning dadasidan ayrilgandagi chidamchanligini o'lga olaylik. Aziz qarindoshlarim, sizlarningmi yot ellarda tortayotgan har bir azoblaringlar, farzandinglarning iymonini saqlab qolish uchun qilayotgan har bir tirishchanliginglar amaliyotda Fatima onamizga ma'naviy qo'shni ekanligimizning belgisidir va ifodasidir. Hazrati Fatima onamizmi Makkada muhosirda qolgan, ochzorlikni tortgan va surgun qilingan, ammo hech qachon Rabbidan umidini uzmagan. Bizning bugun yot tuproqlarda ko'rsatayotgan fidokorligimiz, iymonimizni ko'z qarchiqimizdek asrishimiz bizni jannat ayollarining ulgusi bilan mangulik suhbatga boshlab berishi mumkin. Shu vajdan sabr qilaylik va sabrimizda doim bo'laylik. Chunki Fatima onamiz bizga shuni o'rgatadiki, dunyoning jafosi o'tib ketadi. Oxirat mangulikdir, oxirat abadiydir. Alloh sizning har bir tomchi ko'z yoshingizni, har bir ig'ir tiniqingizni bilib turibdi va sizni jannat bilan mukofotlashga qodir. Endi ashu muborak nurning o'z tuproqlarimizda otishning qum tog'larida qandoq julalanganligiga birlikda nazar solamiz. Hazrati Fatima onamiz Rasulullohning yanida turib, jafo mushaqqatlarga qandoq mustahkam iroda bilan bardoshlik bergan bo'lsa, uning ruhidan meros olgan Sultan Sodiq Bug'roxonning qizi, Qaraxoniylarning buyuk xonishi Nur Alanur xonimmi tarix sahnasida ana shundoq boturlik bilan bo'y ko'rsatdi. Nur Alanur faqat Qaraxoniylar taxtining zinnatila emas, balki ilm bilan, qalamni iymon bilan qilishni bir sap tutashtirgan jasur bir siymo edi. U ham qalbini hayo bilan bezigan bir ayol, ham el beshiga kun tushganda qilish tutgan qahramon bir jangchi edi. Milodiy 996-yillari Udun buddistlar bilan bo'lgan ashu dahshatli janglarda u o'z qarindoshlari Shahid Abu Hasan va Shahid Husaynlar bilan mo'rini mo'riga tirab, yurti va itqodi uchun jinini olqinga elib
maydonlarga tushdi. U otish qumtog' bag'rida go'yo dushman yuragini titratgan bir chaqmoqqa aylanib, bir g'ayrat yernimi tajovuzchilarning oyog'i ostida qoldirmaslik uchun qahramonlarcha jang qildi. Nihoyat u yuksak bir izzat bilan shahidlik martabasiga yetib, Uyg'ur ayollarining pak haya, cho'nqur ilm va kuchlik irodada qadimdil o'lgulik bir o'rinda ekanligini tarixning o'chmas betiga o'z qini bilan bitib ketdi. Nur Ala Nurxonning hayoti bizga shuni o'rgatadiki, haqiqiy haya qo'rqinchaqlik emas, balki vaqti kelganda haq uchun jinini pido qila oladigan buyuk bir sadoqatning tajallisidir. Ey muhojiratdagi aziz qarindoshlarim, bizning ma'naviyatimizda ham Fatima onamizning sabri, ham Nur Ala Nurxonning qat'iy shijoatining izlari ham bor. Fatima onamiz bizga eng qiyin daqiqalarda Allohga tavakkul qilishni o'rgatgan bo'lsa, Nur Ala Nurxon bizga zulm oldida haqni qo'g'dashning va iymonning, shundaqla el yurtining izzat hurmatini saqlashning ahamiyatini ko'rsatib berdi. Tariximizning bu ikki o'rnak simosi bizga shuni ham eskartidiki, sening isming mayli Fatima, mayli Ala Nur bo'lsin, seni qimmatli qiladigan haqiqiy javhar iymoning va shu iymoningga bo'lgan sadoqatingda. Sen qumtaqlarda o'z e'tiqodi uchun fidokorlik ko'rsatgan Ala Nurxonning varisi, jannat bilan xush xabar berilgan Hazrati Fatima onamizning yo'lini tutgan bir mu'mina ayolsan. Shunga o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qotmang qarindishim. Beshingizni tik tuting. Chunki sizning orqangizda Rasulullohning ko'z nuri Hazrati Fatima onamizning duosi. Qadamingiz ostida bo'lsa, Nur Ala Nurxondek jasur onalarning qani bilan sug'urilgan muqaddas tuproqning julasi bor. Alloh bizni ashu nurliq onalarimizning to'g'ri yo'lidan ayirmasin. Bizni jannatda ashu ulug' onalar bilan bir sabda va bir saroyda qilsin. Vassalam.